Assalamu alaikum Şərq Türkistanlıq əziz qarindaşlar. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən Germaniyanın Münxen şəhəri təsis qılınan Tor televiziyasının bugünkü söhbət proqramısına xoş gəldinizlər. Hörmətli izləyicilər, mən bugünkü proqram riyasətçisi Fərat Yurunqaş olaman. Aldılan istansiyamızdakı barlıq xadimlərə vakalatan həmmənizlərni yürekdən salamlayman. Əziz qarindaşlar, ötən bir həftə Uyğur milli hərəkətimiz üçün tarihi əhamiyətə bösüş xarakterlik bir həftə oldu. Bu bir həftə içində Amerikanın paytaxtı Washingtonda xalqımızı suyundurduğan, cəsarətləndirdiğan, ümitlendirdiğan və solğan qalbiga təsəlli verdiğan nəhayət zor tarixi hadisələr yüz verdi. Sizlərə məlum, əziz qarindaşlar, ötən bir həftənin içində məxsus Amerika Avam Palatasıda, Amerika Dövlət Məclisində, şundaqla Amerika Dövlət İşləri Ministerliğində keyin-keyindən guvalıq bir yığınlar ötküzüldü, məxsus dini erkinlik yığını ötküzüldü və bu yığınlarda Uyğurlar məsələsi nəhayət yuqarı səviyyədə oturuq qoyuldu. Məxsus Uyğurlar bu yığınlarda yuqarı dərəcədə guvalıqdan ötdü. Əziz qarindaşlar, bu ötən bir həftə içində Dünya Uyğur Qurultayının reisi Dolqun İsa efendim, yani Vakalatsız Milletler Teşkilatı'nın Mao reisi hem Dünya Uyğur Qurultayının reisi Dolqun İsa efendim alayda təklifə əsasən Amerika'ya ziyaretə bağlan ve bu ötən bir həftə, yani Uyğur həbsi deyə atalğan Amerika'nın paytaxtı Washington'daki bu bir qatar hadisələrə özü bevasitə şahit olğan hem bunun qatnaşqan. Şunun üçün ötən bir həftə içində bu Amerika'nın paytaxtı Washington'da yüz bergan bu hadisələr haqqında sizlərni yeni ətraflı məlumatla ilgi qilish üçün bugün məxsus biz Dolqun İsa efendimni sansımızı təklif qıldıq. Hörmətli Dolqun İsa efendim, xoş gəldiniz. Aldı bilan Dolqun efendim, siz bu qıtımqı, bu axır qıtımqı Amerika ziyaretinizin səbəbi haqqında bir izah verib ötken bolsanız. Rəhmət, avval məni bu proqramı təklif qıldığınız üçün. Sizin dəb ötəngidək, həqiqətən ötən bir həftə Şərq Türkistan Milli Hərəkəti üçün, yani Şərq Türkistan Milli Hərəkəti tarixində insanların xoş qıldığan, bu bugünküdək xalqımız çarəsiz bir vəziyyətdə, 1 milyondan artıq insanımız Xitay lagerlərdə azab çəkiyotqan bir vaxtın üzdə dünyanın siyasi paytaxtı bolğan Amerikada həqiqətən bizə təsəlli bulduğan, Xitayğa besim bulduğan, xalqımızın sunulan qalbiga məlham verdiğan nəhayət mühim əhəmiyyətli vəqələr olub ötdü. Bu yerdə bu vəqələrni tərtib boyunca sanab ötədiğən bolsaq, şu 7. ayının 23. günüsü Amerika Yuqarı Palatasıda, yani Kengeş Palatasıda Xitay'daki dini itiqad erkinliği deydiğin temada bir konferans yığın olub ötdü. Bu yerdə Nuri Türkel, avukat Nuri Türkel efendi, Dünya Qurultayınınki qanuni məsləhətçisi, bu yerdə Şərqi Türkistan'daki Uyğurlar buluvatqan dini itiqad erkinliklərinin qaysı dərəcədə buluvatqanlığı haqqında nəhayət ətraflıq bir doklad verdi. Onun da əlbəttə Tibetliklər, Xitay Xristianları və Budistləri bu yerdə Xitayda umuman dini itiqad erkinlikdə qandaq bir besimlərinin buluvatqanlığı haqqında qıldı. Bunun nəhayət köp xalqara təşkilatlarının, tədqiqat mərkəzlərinin əzaları, fəaliyyətçilər və şundaqla Kengeş Palatasınınki parlament əzaları bulup köp kişi qatnaşdı onunla. Bununla biz bu yerdə şahit bolduq. Onundan keyin bəlkə xəbəriniz var. Mənim bu qatim Amerikaya berişdiki asaslıq məqsədim mərkəzi Washingtonda bolğan Komünizm Qurbanları Xatırı Fondi deyilən bir fondi cəmiyyət var. Bu fondi 2016 yılı bana bir mükafat vergan. Bu fondi her yılı şu komünist blokları, yani komünistik devletler, diktatör rejim aslı izlivatkan müstemlik aslıdaki xalqlarının hak hukukunu talep kılıp oxşaş bolmaydigan faaliyetlerini uyuşturup kelgen bir vaqt. Şu Birleşik Amerika Kongresi'nin 1950 yılındaki bir kararda dünyadaki müstemliki milletlerde Şərqi Türkistan şunun tiziminde bolğan hemde. Şunu bu qıtım bu her yılı 7. ayının 3. həftəsini şu müstemliki milletlerinin hak hukuku ve müstakillik həftəsi deb jakalaganken her yılı şunu ötküzüp atqan. Bu yıl qısını hemde şu Asiyadaki milletlerinin hak hukukları üçün
ajratganken asaslık dikkatini şuna burgan. Şu münasebet bilen bir yerde meni bu namayışqa, bu faaliyetiga Şərəf Meymanı qatarda təklif qildi. Şu münasebet bilen iyaga bağın. Bu namayış 23-cü ıslah Çütünkin Amerika Kongresi'nin binasının aldıda boldu. İyada Amerikan Kongresi'nin ki yuqori Kengash palatasının ki burun Trump bilen bile prezidentlik saylamı qatnaşqan namizat bolgan Ted Cruz efendi ve Amerika Kongresi'nin başka mühim kongresi azaları bir ekip söz kıldı. Tibetlikler kıldı. Hemen söz kılıp şu asaslı lager meselesini ya da oturup koyduğum bulduk. Onundan burun bu Komünizm Kurbanları Hatırı Fondu'da bir güçlük tamak ziyafeti jarayonida bir yığın oldu. İyada her qaysi devlet rehberleri ve şundaqla xalqaro teşkilatlarının xodimlari qatnaşqan bu söhbetdimi İyada men Şərqi Türkistondagi jarayon qilayotgan masala haqida bir doklad berish fursatim bo'ldi. İyada doklad berdik. Mesela bu Dolqun efendi bu mesela siz bağlan günü okşaş günde hem de siz mi belki şu yığın qatnaşdınız akşa 7-ci ayının 23-cü günü bu Amerika Kengash Palatası'da ki bu yığın hem de məxsus bu məxsus şu Şərq Türkistan meselesi Uygurlar meselesi üçün məxsus ötküzülgen bir yığın mı? Mesela 7-ci ayının 23-cü günü Kengash Palatası mesela Nuriye Türkel efendim ya da söz qılğan bu yığın. Ya u yerda məxsus Uygurlar Şərq Türkistondagi diniy etiqad erkinligi emas. Bu umuman şu Xitoy territoriyasi aslida ki Tibetliklarninki bo'lsin, Falun Gonglarning bo'lsin, yani Xitoydagi diniy etiqad erkinligi deb şekilde bo'lgan, ama bunun yığının o'rinlashtiruvchilardan birimi Uyg'ur Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq projekt Ömer Qanat efendining riyosatchiligidagi bu kishilik Uyg'ur kishilik huquq tadqiqot programmasi bunun o'rinlashtiruvchilaridan biri bo'lgan hamda. Demek bu yalnız Uygurlar emas, ama asasen bir yerde hem de bugün en qattiq hırsqa qiyinchilik duch kelayotgan Uygurlar bo'lg'achqa en qiziqarli ve dikkat çeken münazara temisi Uygurlar meselesi bo'ldi. Mesela bu Amerika Devlet İşleri Komiserliği'de yani Amerika Devlet İşleri Ministerliği'de dini erkinlik yığını bu pettemde. Bunun ait yukarı derecelik, yani minister derecelikine yukarı derecelik bir dini erkinlik yığını hem de bu. Bunun da mesela bizimki Uygur şairi Tahir Hamit efendim ya da guvalıktan öttü. Menimce şu yığını guvalıktan ötken paketla bir kişi ama bu kişi yani Uygur ya da. Bu artık şu mesela bu alaydı bir Uygurlar alaydı bir kanal bölgelerinin neticesi bu. Elbette çünkü bu yerde ötken hepte çünkü Washington'da hakikaten dünyanın bütün dikkat merkezi Washington'a yötkelgen bir hepti bo'lgan. Bu yerde Amerika'nınki Tashqi İşler Ministri Pompeo efendinin sahipxonlik qilishi bilan 80'den artıq devletinin Tashqi İşler Ministri ve ministri derecedeki rehberlerinin qatnashishi bilan ministerlar seviyesideki dini itiqad erkinlik meselesi müzakere qilish hepsi bo'lgan bu yerde. Şununla bir yerde hem de bu şair Tahir Hamit efendi yüzü turmudu yatkan. Bu Şərq Türkistanın vəziyyətini ait yaxşı bildiğin ve çetelge çıqqandan keyin Wall Street jurnalda bolsun, xalqaro matbuotlarda bolsun, özünün beşini ötken sergüzeşlerini ve özünün turmuda yatkan hayat hikayeleri münasebeti bilen xalqaro matbuotning güçlük diqqatini çekip gelgen bir şahıs, tesirlik bir kişi. Demek bu yerde hem de şu Amerika Tashqi İşler Ministerligi'de dünyanın hem yerden deganligidek 80 artık devletinin ministercilik xodimlarining qatnashishi, xalqaro teşkilatlarning qatnashishi, diniy rahbarlarning qatnashishi bilan o yerde 3 günlük bir yığın oldu Tashqi İşler Ministerligi'de. Bir yerde şu Tahir Hamit efendi Şərqi Türkistan vəziyyətində Uygurların umum vəziyyəti haqqında nəhayət ətraflı bir deklad verdi. Bu deklad hem nəhayət güclü təsir qozğudu. Bu yığın jarayonida xalqaro matbuotlardan Erkin Asiya radiosudan onun xəbərləri verildi. Mesela ya da Amerika'nın muavin prezidenti Pence efendi olsun, Amerika'nın Tashqi İşler Ministri Pompeo efendi olsun ve şundaqla dini itiqad erkinligi boyunca alayda baş elçisi Sam Brownback efendiler olsun, Tahir efendiler ayrı görüşüp alayda bu Uygur meselesinden bir iltifat gösterken oldu ve şundaqla bütün nutuklarda meyli aşı muavin prezidentin tatip baş elçi gibi olan bütün jarayonda bütün sözlerde şu Şərqi Türkistan'daki mesele Uygurların meselesi nəhayət yuqori seviyede tilg'ilindi.
Demek bu mu ötken hafta Amerika'da boğan mühim programlardan birisi hamdi. Mesela Tolkun efendim yana mesela şu Amerika Kongresi'de, Amerika Devlet Meclisi'de yeni bir okşaş paralel şu küllerde yeni bir muhakemeciliğini, guvalıqını ötüşeğini ötküzüldü bir yerden ait yukarı seviyelik. Bunun da Erkin Asya Radyosu'nunki muhbiri Gülcekre Hanım bir yerde guvalıqını öttü. Meyli Tahir Ahmet Efendim'in guvalığı olsun veya Gülcekre Efendim'inki guvalık belgelliğe ait haberler hazırgıça chet el matbuatlarda, bütün demokratik matbuatlarda naykang darda haber kılınmadı. Bu Gülcekre Hanım'ınki guvalıqını ötüş meselesi qanday bir mesele bu haqda. Bu hem de 7. ayının 26. günüsü Amerika Kengeş Palatası'da boğan ikinci bir faaliyet ama bu nayet yukarı seviyede elip verilgan məxsus şu Şərqi Türkistan meselesi, Uygur meselesi elip verilgan bir guvalık bir işini. Bunu Amerika Meclisi Xitay İşleri Komitesi'ninki reisi Rubio ve Chris Schmidt efendilerinin riyasetçiliğinde ötküzülgen. Bununla Amerika Kengeş Palatası'nın 6 nefer Kengeş Palatası azası katnaştı. Mesela Senatör Liu, Senatör King, Senatör Thomas Ketty, Senatör Rubio, Senatör Chris Smith katarlık 6 tane Kengeş Palatası'nın azaları katnaştı ve bunun da 2 basqıç boyunca verildi. Birinci basqıçta Amerika'nın Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki elçisi Haley Kerry hanım bir yerde guvalık verdi. Ve şununla birlikte Amerika Soda Ministerliği'ninki yani bir hadimi yukarı derecelik emeldarı yerde dokulat verdi. Yani Antonio Christoph diyen kişi yerde dokulat verdi. Guvalık öttü. Onun dinkin Radyo Erkin Asya Radyosu'nunki muhbiri Gülcekre Hanım bir yerde yüzünün ailesinden başlanğan hayat hikayesi bilen Uygurlarının bugün qaysı vaziyette bop qabatqanlıqları haqqında muş kamp meselesinde guvalık ötdi. Nay təsirlik oldu bir yerde. Çünkü yüzünün şəxsi bir hayat hikayesi bilen umumi vaziyetini bağlayan bir dokulatdı bu. Onun deyinki yana Amerikan Tədqiqat Mərkəzləri İnstitutü'den 2 nefer tədqiqatçı mı bu guvalık bir yığında senatorlarının suallarına cevap verdi. Yani bu ben hazırlıkça şahit boğan Garip dünyasındaki guvalık bir yığınlarının içindeki en yukarı seviyelik ve ciddi şekilde elip verilgan ve bir yığın dep oylayman. Kayni oldu çünkü onun bu guvalık bir yığını hem de onun içindeki Amerikan Taşqı İşler Ministerliklerinin xadimleri. Bunun üstüki bir yerde guvalık bergen insanlar Gülcekre Hanım bilen birlikte koşup Amerika'nın resmi Taşqı İşler Ministerliğinin baş elçileri mu bir yerde Uygur meselesinden qaysı derecede bulavatqanlığı hakkında Avam Palatası'na bir yerde guvalık berdi. Onun naiti keskin suallar sordu. Mesela Senatör King hatalaşmışsam bir yerde sordu ki hazır Xitay'nın Uygur rayında yani Şərq Türkistan'da epirvatkan bu siyasetini bir kolunal yani mustemlikçilik siyaseti de qaraş mümkün mu? Degen derecede bu işte tədqiqatçılardan suallarını sordu. Hakikaten bu 26. yılda Amerikan Məsləhət Kengesi de Palatası da ötküzülgen bu yığın yani şu bir haftalık cariyalardaki faaliyetlerinin en mühim kısımlardan bir kısmı da qaraş mümkün. Mesela bazı matbuatlar qara qabaqda Dolqun efendim. Şu guvalık beriş yığını jarayonida bazı sanatörlerin qilgan sözde olsun ve yoki başkalarının sözde sizin isminiz bir qancha qayta tilga ilinibdi. Mesela siz isminiz tilga ilinibdi. Bu nima maqsad tilga ilindi ve yoki qanday naql keltirildiniz siz bir yerda? Ya da şu Amerikan Kengeş Palatası'da boğan guvalık bir yığında Amerika degendeki Amerika'nın Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki baş elçisi Haley Kerry hanım guvalık bergen. Ya da Xitay hükümetinin hatta Şərqi Türkistan'ın içidilam emas, hatta kollarını çetellerce uzatıp Uygur faaliyetçilerini ve Uygur teşkilatlarının hareketini tosmakçı boğallığını misal keltirip menimki bir yıl 4. ayda New York'a bağa vaxtımda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığınıga kirgizilmeslik için Xitay'nın besim qılığını ait keskin jangizlerinin boğallıklarını münasebetler menin ismini tilgalı çünkü bu baş elçi Kerry hanım meni şu vaxtımızda Birleşken Devletler Teşkilatı'na akiriş için yüzü bivasta kart verdiğin işxanaga appagan bir hafta saqıldık bolmagan keyin Amerika'nın bu baş elçisi ve Germaniya baş elçisining birlikte hareket qilishi bilan en ahırda
Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibinin işxanası berip, şular bilen söyleyip, en ahırda Muşu Kerek Hanım'ın köp töhpüsü boğan. Demek, yüz bivas şahit boğan, Xitay'nın ki kançilik tosqulluq vatqanlıqlarına, yüz bivas kögen közüyle, şununla Muşu'ya da benim meselemni nakil qilib ötdi. Dolqun efendim, hem hakikaten sizin burayı ta'kidlab o'tdingiz. Bu o'tgan bir haftada Amerika'da keyin bir hafta taxminan davom qilgan mayli Amerika Davlat İşleri Komissarlığı'da bo'lsin, Kengash palatasida bo'lsin yoki davlat majlisida bo'lsin va yoki sizni bevosita taklif qilgan Komuzun Qurbaldiri fondi jamiyatining toplantılarida bo'lsin. Bu yerda o'tirib qo'yilgan Uyg'urlar masalasidan nuqtaliq qaysi masala, masalan, jazo lagerlari masalasimi va yoki boshqa masalalar nuqtaliq bu yerda ta'kidlangan qaysi masala masalan hozir? Bu yerda asosan ta'kidlangan masala shu Xitoyning jazo lageri, yig'ilish lageri masalasi hamma nutqlarning asosiy mazmunini, asosiy qismini tashkil qilib desak bo'ldi. Mayli diniy e'tiqod erkinliklari haqida guvohlik berish yig'inlari bo'lsin, konferanslar bo'lsin, mayli Tashqi ishlar ministrligidagi bu Tahir Hamid apanning nutqida bo'lsin, Nuri Turkal apanning nutqida bo'lsin, Gulchehra xonimnikida bo'lsin, mayli meningki nutqlarimda bo'lsin, hammasida albatta Sharq Turkiston xalqining qaysi vaziyatda qiyin qistoqlarga uchrayotganlik masalasi umumyuzlik deb o'tildi va shuning bilan barabar shu yig'ilish kamp masalasining bugun ya'ni 1 milliondan ortiq insonning hayotiy mamatlik masalasiga aylanayotganligidan iborat bu reallik bu qitimqi faoliyatlarning asosliq kun tartibini tashkil. Rahmat. Masalan, Dolqun efendim, bu hamda bu bir haftanın içinde şunçalar yukarı derecelik Amerika'daki bütün bu asas mayli kongres olsun, avam palatası olsun, devlet işleri komiserliği olsun, bunda yukarı derecede bir hafta ilgili kim bulup bu de Uygurlar meselesinin kendinden takiplenişi bu bir tasadifilik mi veya ki bununki nöbette Amerika ile Xitay oturuşu yüz beriyotgan soda uruşu bilen bir alakası var mı veya ki yerki siyasi faaliyetlerimizin ve kurultayının ki uzayıcılık, tirişçalığının bir neticesi bu. Bu tasadifi mesele emas, hech qanday bir narsa tasadifi bo'lib qolmaydi. Bu mayli Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin va yoki Amerika Uyg'ur jamiyati va Amerika kishilik huquq programmasi va Uyg'ur xalqaro kishilik huquq demokratiya fondi jamiyatlari bo'lsin va shundaqla Amerikadagi ziyolilar, Amerikadagi avam xalqimizning ya'ni har taraflama yillardan buyon va bo'libmi keyingi oylardan vaqtlardan buyon ep beriyotgan kongreslarda, tashqi ishlar ministrliklarida, xalqaro matbuotlarda ep beriyotgan siyosiy lobbichilik faoliyatlarining sungan dokladlarning, sungan raporlarning, Birleşken Devletler Teşkilatı ep beriyotgan faoliyatlarining va shundaqla dunyoning har qaysi joylarida, Amerikada, Yevropada her yerde ep beriyotgan namoyishlarning yani her taraflama ep beriyotgan faoliyatlarning bir natijasi deb qarash mumkin. Albatta bu yerda Amerika Xitoy o'tirsa bo'layotgan savdo jangchiligi buning da masalani texmi Xitoyning diqqatini Xitoyga tortishiga sabab bo'lgan. Ammo bundaq jangchilar bundan burun bo'lgan Amerika Xitoy o'tirsida, ammo Uyg'ur masalasi bu qadar yuqori darajada so'zlanmagan. Ya'ni haqiqatan siz deb o'tgandagidek bu bir haftani Washingtonda Uyg'ur haftasi deb atash mumkin. Uningdan keyin yana men o ziyoratim jarayonida yana bir qism yerda xalqaro tadqiqot markazlari bor edi. Ulardan bilan ko'rishimiz bo'ldi. Yalnız bu qitim bunda bir ko'tarildi emas, buningdan keyin qadam bosqichlarni qanday bosish kerak? Bu masalani qanday shaklda jonliq tutib turish kerak? Buning Xitoyga ta'sir qila oladigan shaklda qanday harakatlarni olib berishimiz kerak haqida bir qancha xalqaro tashkilotlarning tadqiqot markazlarining bilan ayrim uchrashishimiz bo'ldi. Anondan keyin bir qism Amerika kongresi va yuqori palata, avam palataninki kongres a'zolari bilan uchrashishimiz bo'ldi. Masalan, Ted Cruz efendim Amerikadagi ta'siri kuchli senatorlarning birisi va kelajakda balki Amerikaga prezident bo'lish ehtimoli bo'lgan, buningdan burun Trump bilan qarshi kandidatlik qilgan bir kishi. Bu odam bilan 1 soatdan ortiq bir yig'inimiz bo'ldi va uningki o'zining xizmatchilari bilan 1 soatdan ortiq yig'in bo'ldi. Bu yerda masalani nihoyat tafsili oturup kuyuş qildiq o insan adam Uyg'ur masalasini biladigan chunki o'zimi dadasi Kubadan qochib kelgan kommunizmning qurbonlaridan birisi bo'lganligi uchun o kommunizmning qandaq insonlarga ziyonkashlik olib kelganligidan iborat reallikni yaxshi tushunadigan odam ekan. Shunga ayt qiziqdi masalaga va oxirida o'zingni nima ish qilib beralaydiganligi haqida konkret taraflarni so'rdi. Biz o'zimizning qilib beraydigan ishning jiqligini, ammo qadam bosqich bo'yicha birinchi mavo, ikkinchi mavo deb bir qancha taklif tavsiyalarimizni
o'tirib qo'ydik. Umuman aytgan chaqda Amerikadagi o'tgan bir hafta Sharqiy Turkiston da'vosi uchun nihoyatda muhim bir hafta bo'ldi deyman. Ondan başqa zaten o'tgan 7 ayning ishini butun bir 7 ayning Sharqiy Turkiston da'vosi uchun Yevropa tarafdan qarasaqmi, nihoyatda muhim voqealar bo'lib o'tdi-ku 7 ayda. Masalan, 7 ayninki 9'u Xitoy Yevropa ittifoqi inson huquqlari dialogi Bejingda o'tkazildi hamda. Bu mu cho'ng bir hodisa. Buningdan burun 7 ayning 5-minishdan burun Yevropa ittifoqi bilan xalqaro tashkilotlardan bir qism xalqaro tashkilotlarning vakillari bilan bir kunlik bu masalada nimalarni o'tirib qo'yish kerak masalasi to'g'riliq suhbat yig'inlari, fikr gimnastikasi bo'lgan. Bizmi talablarimizni o'tirib qo'ygan, yoki berib bizmi shu kamp masalasini asosli shaklda o'tirib qo'yib, ularning diqqatini tortgan va ularga o'zimizning, ya'ni Yevropada yashayotgan 10-15 ming inson bo'lish sifatimizda ata-onalarimizdan aloqalanmayotliq eng aqalli haq-huquqlarimizning cheklab uchrayotganlar. Buningga Yevropaning mas'uliyati borligini bu yerda alayda qilgan to'q. Andan keyin yana 7 ayda bilasiz Birleşken Devletler Teşkilatı'da biz nurg'un davlatlarning vakillari bilan ko'rishib qildik. Ahirda 5 tane devlet tunji qitim, ya'ni kayni lager meselesini kampasini o'tirib qo'ydi. Germaniya, Angliya, Fransiya, Shveysariya va Bulgariya. Bulgariya qo'ygandag'imi 28 davlatga vakolat qo'ydi. Demak, bu 7 ayning ichida aningdan keyin masalan Likochang Berlinga keldi. Berlin kelib Merkel xonim bilan ko'rishdi. Bu yerda mu Merkel xonim Uyg'ur masalasini yani o'tirib atdi. Chunki uningdan burun biz bular bilan ko'rishib, masalalarni anglatgan dokladlarni taqdim qilgan to'q. U yerda aningdan keyin namoyishlarni o'tkazdik. Xalqaro xatar asli xalqlar tashkiloti bilan tibbiyotchilar bilan birga. Demak, 7 ayda mayli Yevropa kengashi Yevropa parlamentida da bo'lsin. Mayli Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, onunla ulap Ağustan'ın deyken Amerika'da bu texnik bir yukarı pellegi götürülgen oldu. Demek 7 ay şu kamp meselesinin, Şarkı Türkistan meselesinin xalqaro kun tertip oturuluşu, yalnız kun tertip oturuluşu ciddi müzakere kılıdığan ve Xitayga resmi şekilde sen bunu kıvatsan deb oturup koygan bir ciddi bir mesele olup oturup çıktı. Bu hakikaten şu bir qancha aylardan bu yan teşkilatlarımızın, faaliyetçilerimizin ve şundaqla bütün chet eldagi Uyg'ur xalqining ep bağın faaliyetlerinin neticesi deb qarash mumkin bunu. Dolqun efendim, sizni yana şunu sormoqchiman. Masalan, siz o'tganda bu Amerikaga safar qilishdan burun bir programmamizni qilgan so'zingizda siz bu qitim Amerikaga borgandan keyin ba'zi masalalarni oydinlashtirganligingiz haqida televizor ko'ruvchilarimizga bir va'da bergandingiz. Bu masala nima desangiz, chunki Amerikada bir gap o'tirg'i chiqdi. Buningdan 2009-yili maxsus bir Uyg'urlar masalasi haqida bir qonun chiqmoqchi ekan. Bu qonunni ba'zilar maqsadli g'arazli holda bu qonunni bosiryapti, yushiryapti deganga o'xshash. Bu mu xalqimiz uchun zo'r bir qattiq bir ta'sir qo'zg'adi. Hem nurg'un talash tortish hozirgacha davom qilyapti. Siz bu da Amerika borgan vaqtida bu haqda bir surishtirish olib bordingizmi? Buning oq ko'rinishi haqida bir aniqlash olib bordingizmi? Bu haqda bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat, nihoyatda muhim bir savolni so'radingiz. Deganingdek, men Amerikaga minishdan burun mening Amerikada qaysi vaqtdan qaysi vaqt turganligim, bu jarayonda mendan bilan ko'rishni orzu qilgan savollar bo'lgan va har xil aniqlash tegishli masalalar bo'lganlarning men bilan ko'rasi bo'lganligim haqida oldindan men bir xabar bo'lib qo'yib ketgan. Haqiqatan bir qism do'stlarimiz kelib samimiy takliflarni berganlar bo'ldi, fikrlashganlar bo'ldi. Shu ma'noda mening bergan va'damning birsimi shu bundan 9 yil ilgari bir qonun loyihasining ma'lum shaxslar, kishilar tarafidan yoki tashkilotda xizmat qilayotgan faoliyatchilarimiz tarafidan bastırılıp koyganlığı o'xshaydigan bir gap so'zlar chiqqan. Uni biz Germaniyada turib Amerikada nima ishlar bo'ldi, uni bilmaydik, endi biz xabar bilmaydik. Ammo men dunyo qurultiyining raisi bo'lish suhbatim bilan bunda bir gap so'z chiqqan ekan, uningga munosabatlik masala haqida bir tekshirish erib berish, millatimizga javob berish majburiyatim bor deb o'ylab shunday bergan. Badim ham yerda munosabatlik do'stlarimiz bilan u ishga munosabatli xodimlarning hammasi bilan asosiyatdan bir haqurdan ko'rishib chiqdim. Hatto bir qitim mutaxassislar bilan bu qonun chiqarishning qadam bosqichlari qanday bo'ladi, bu haqda yuzaki bo'lsin ba'zi ma'lumotlarga ilishtirishdim hamda.
U yerda yani bu haqda bizning ijroiy komitemizning raisi Ömer Qanat ayrim bir programmada aldığımız günlerde bu haqda bir özünü çünkü az bek aldırış çünkü ötken hafta ciddi işler oldu ama bir rapor e'lon qilmoqchi bir kamp meselesinde Uyghur Kişilik Hukuk projekti onun için ciddi işler atıdı. Şununla bu işler biraz tügep kolu besiqsa bu haqda Ömer Qanat efendi bunun jarayoni haqida o'zi tafsiliy bir ma'lumotni berdi. Chunki u nimani tiqib deb ayblanayotgan shaxsning birisi Ömer Qanat bo'lganligi uchun unga javob bermoqchi. Ammo men degandagidek u yerda bunga munosabatli xodimlarni ko'p bilan so'zlashdim. Hatto Xanis Ro'yva deydigan bir kishining bunga munosabatli bo'lganligi haqida gap so'zlar chiqqan. U kishi bilan so'zlashdim. Demek bir yerde mesele kandaktu birilerinin veya ki Xanis'nin veya ki Ömer Qanat'ның veya ki başkalarının bunun alakadar kişilerinin ondak bir kanun meselesini tıkvagan meselenin mevcut emesligi ve ondak nesinin mümkün olmaydıqanlığı. Yani Amerika eğer başında bir kanun layihasi oturup koyulgan bolsa, o tizimge elindiğen gepken bu vaqtda keyingi vaqtlarda bizning Mehmet Imin deydigan bir doktor qarindishimiz qonunlarning qanday chiqadiganligi va hatto Amerikan Kongress qonunlariga sunilgan shunday bir loyiha bormi, bo'lmi, chunki hamma arxivga ilindi ekan. Endi ularning mening xabarim yo'q ekan. U vaqtda tadqiqot olib borgan, haqida bir maqolami e'lon qilinibdi, men uni o'qib chiqdim. Ve başka advokatlar bilan Nuri Türkel efendi bilan bu to'g'riliqni so'zlashdik. Bu qonun jarayonlari qanday bo'lib deb. Demak, bu yerda u chiqqan gaplar asossiz hech qanday shaklda hissiyotga berilgan, mas'uliyatsiz bir bayon bo'lganligi o'tirib chiqdi. Albatta, bu yerda hech kimning uning bir mas'uliyati yo'q ekan, uning jarayonlarining qanday bo'lgan degandagidek, uning jarayonlarining qanday bo'lganligi haqida oldimizgi kunlarda bizning Ömer Qanat efendi bir bayonot berdi. Tafsilot ko'z bo'ldi, ammo men aniqlagan ko'rishgan natijaga asoslanganda undaq bir narsa yuşuğan, tıqbagan, onun imkaniyeti yo'q ekan, unda bo'lgan masala mavjud emas ekan. Shu vaqtlarda shundaq bir harakat boshlangan ekan, qonun chiqarish. Buning taklifini sungan adam shu ayblanayotgan aslida Xanis degan kishi ekan. Chunki u Tamlantosning o'lib ketgan mashhur kongressmen Tamlantosning shu kongressdagi ishxona mudiri. Bu Rabia Xonimning turmudan chiqish uchun ko'p xizmat qilgan bir kishi. Hatto 99 Rabia Xonim qo'lga ilingan vaqtingizda mushu kishi Urumchida hamda Urumchi ziyorat mushlar bilan ko'rishman deb borgan vaqtida tutilibdi ekan. Demak, bu kishi mushu Tibet masalasidagi Tibet qonunlarining chiqishi uchun ko'p xizmat qilgan kishi ekan. Bu mushu Uyg'ur masalasiga bir xizmat qilsak, mushlar chiqarsak deb harakatlarni qilgan ekan, ammo degandagidek u Amerika kongressida ovoz masalasi bor ekan, demokratlar bilan Cumhuriyetçiler Partisi o'rtasidagi birlik kelish masalasi bor ekan, ma'lum sonini to'shqandan keyin uning iltimos qilgan bor ekan. Ya'ni bu 7-8 qadamlik bir jarayonga, buning birinchi qadamning birinchi bosqichigacha besilib, undan keyingi vaqt kelgan chog'ingizda yangidan, chunki Amerikada 2 yilda bir qatam kongress saylan bo'ldi ekan. 4 yılda bir qatam senator yuqori palataning saylan bo'ldi ekan. Bu jarayonlarning o'zida andan keyin bu Tamlantos efendi o'lib ketganga bu ishga boshchilik qilgan, Tamlantos efendi boshchilik qilgan. Andan keyin yana bir qism buningga boshchilik qilgan parlament a'zolari, kongressmenlarning bir qismlari keyingi qatamda saylan qatnashmagan va saylanmay kongressdan bo'lmay qolgan. Şunun bilan mushunaq sabablar bilan yeterlik jarayonlar besilmay to'xtab qolgan bir hodisa ekan. Albatta buning tafsiloti nimalar haqida deganimdek Ömer Qanat efendi javob berdi. Rahmat, hurmatli zo'r ko'ruvchilar. Hozir bayram suhbatimizda o'tgan Uyg'ur milliy harakati tarixiy bir burilish bosqichiga qadam qo'ydi. Uyg'ur milliy harakatini suyundirdigan, umidlantirdigan zo'r hodisalar yuz beryapti deb sizlarni oldinglar. Dadliq Naysa efendimning og'zidan. Shu bunda hal qilib bir paytda xalqimiz birlik, ittifoqlik ichida bo'lishi kerak. Hissiyotga berilgan dalil isbotsiz bu yerda safsatlarga oldirib ishonmasligimiz kerak. Albatta biz kelaqatimli programmamizda Dunyo huquqiy ijro komitetining raisi ham Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq programmasining mudiri Ömer Qanat efendimninki maxsus shu qonun chiqarmoqchi ekan, buni besibdi degan bu safsatiga qarata beradigan izohatni albatta sizlarning diqqatingizga ayrim sunamiz. Siz deganda haqiqatan bir narsa tasodifiy o'tirib chiqmaydi. Bunda millatimizni suyundiradigan, xo'shallantiradigan bunda hodisalarni o'tirib chiqishi siz deb o'tgandek, bu zaten bu yil kirgandan buyon izchil turda biz ham g'arb dunyosida yapayotgan faoliyatimiz ikki cho'ng liniyada, birisi Amerikada, birisi Yevropada yapılyapti. Hem bu bir-birisi bilan zish munosabatlik bir-birini ilgili suryapti, hem Yevropadagi faoliyatlar, Amerikadagi faoliyatlarning jonlanishiga vasila bo'layapti.
Hakikaten bu siz dep ötkendek elbette bu kol keltirgen bu neticelerninki izchilligini saqlashni ait muhim. Siz baydap öttünüz bəzi tədqiqat mərkəzləri bilan muşun izchilligini saqlash masalasida. Buningdagi yan birisi insonlarni suyunduradigan ish tunji qitim bu yerda mushu jazo lag'ildir masalasi tufaylidan Chungchongo boshchiligidagi Xitoy rahbarlarininki bu rasmiy jazo xalqaro sudda jazoga tortilishi kerakligi tunji qitim Amerika davlat ishlari komissarligininki diniy erkinlik alaydı vekilinin ağzından çıktı bu. Hem bu Washington Post gazeti mi? Çok haber oldu. Rahmet Dolkun efendim, ahırda sizin soraydığınız şu. Mesela anlasam siz kilapte Cenvergen Birleşmiş Milletler Teşkilatı insan hakları kenişinin ki jığınıga bardıken siz. Bu vakti bir Şunda bu ilk hafta biz bir hafta Cenevada bo'lamiz. Bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengesinin yig'ini emas. Bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın irqi ayrımçılık qarshi turish komitesining yig'ini. Çünkü Xitoy hukumati 1981 yili, agar xatolaşmasam, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın her xil şekildeki irqi ayrımçılıkni amaldan qoldirish deydigan bir ahdnomasiga qo'l qo'ygan. Şu münasebet bilan bunu qo'l qo'ygan davlatlarni Birleşmiş Milletler Teşkilatı mındaq navbat bo'yicha tekshirib chiqdi. Xitoyni oldin qatimliq tekshirish 2009 yili bo'lgan bu komitet. Bu Xitoy bunun hozir 9 yildan keyin ikkinchi qatim bu tekshirish bo'ladi. Biz 9 yilning oldidan berib bu yerda o'zimizning masalalarini o'tirib qo'yib Xitoyni savollarga javob berishga bu yerda har xil shaklda Uyg'urlarga, Tibetliklarga ayrımçılık siyosati, erk ayrımçılık siyosati yurgizayotganligini bu yerga so'roq tortishga qatnashganmiz. Biz bunun bu yil hamda ikkinchi qatimligi shu 8 oyning 10-13 günü bo'lmoqchi, ama biz buningdan bir qancha kun burun berib, bu yerda matbuot yig'inlarini o'tkazmoqchi va shundaqla komitetining xodimlari bilan ko'rishmoqchi, bir qism davlatlarning elchilari bilan ko'rishib, bu qatim bu komitet yig'inida shu yanıla shu kamp masalasimi Uyg'urlarga bilib berilayotgan bir irqiy ayrımçılıkning tipik misollari hamda, tipik misollari. Şunu biz bir yerda hamda bir 6 oyda yan tayyorlayapmiz. Çünkü maxsus bir rapor tayyorladik. Bunu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na taqdim qildik. Yani bir qism xalqaro tashkilotlarmi dokladlarni taqdim qildi. Bu yerda o 8 oyning 10 kunisi oldimizdagi juma kunisi Xitoyni bu yerda komitə a'zolari so'roq tortdi hamda. Onundaki 13-sida Xitoy ona cevap berdi dushanba kunisi. Onundaki yana komitə a'zolari yana onun savollariga qoyilliqlarlik javob bermaganligini qayta tekshirib, Xitoy hukumati uchun mana aslan tuzaysan deydigan besim qildi hamda. Bu nayt muhim bir yig'in. Buning uchun Xitoy hukumati yillardan buyon buningga biz doklad taqdim qildik, ammo biz uni nechibatlik, chunki uning bir qoidasi bor hamda, uni qilmaydi, ammo Xitoy 25 betlik bir doklad onunla taqdim qildi. Bu yerda hamda keskin bir jang oldu. Keskin bir jang oldu. Xitoy bunun en azından 2009 yılda 70 tek bir heyet bilen kelgan. Tashqi ishlar ministrligi, Ichki ishlar ministrligi, Davlat mudofaa ministrligi, Muharib ministrligi o'xshaydigan ministrliklardan yuqori darajadagi ministrlar, aning deyinkin mutaxassislar bulup hatta Uyg'urlardan kelgan şu zaman Tibet Moğollardan kelib, mana bizda bundaq ayrımçılık yo'q. Biz yani acayip baxtli yashayotdi bu yerdagi bizdagi boshqa millatlar degan ta'siratni berish uchun kelgan. Balkim bu qatim Xitoy o'xshash o'yinni o'ynashi mumkin. Shuning uchun bu hamda Birleşmiş Milletler Teşkilatı'da Xitoy bilan yüz kelib turib, bir-birimizdan rasmiy savol so'roq so'rayoladigan, Xitoy bilan o'xshash ustalda o'tirib turib, Xitoyni so'roq tortadigan bir fursat hamda bu. Şunun tayyorliqlarini qilyapmiz. Xudoyim bo'lsa, bu zaten bunun tayyorligimizni bir qancha oydan buyon qilyapmiz. Ammo oldimizga gapni berib, bir hay'at sifatida yerda ham BDT'ning oldida bir namoyishni qilmoqchi biz bu yerda. Erkinlik karavani bilan berib, shu bu munosabatlar unimi deb qo'yayman. Yevropadan, Shveysariyadan bo'libmi va qo'shni davlatlardan vaqti bo'lgan imkoniyati bo'lgan qarindoshlarimiz bu namoyishga kelib qatnashsa bo'ladi. Biz ruxsatini oldik. Qaysi kuni va soat qancha? Juma kunisi 8 oyning 10 kunisi soat 12 dan soat 4 gacha.
4 saat Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldığı namayış buldu. Bununla kançı köp adam bolsa azlık mıydı? Kançı az adam bolsa meyli bir yerde nima qilamiz? Ama biz Germaniyadan bir kısım qarindoshlarimizni tayyorlik qildi. Agar Avropadan, Germaniyadan, Shveysariyadan dunyoning har qanday bir davlatidan bu namoyish qatnashishga imkoniyati bo'lgan qarindoshlarimiz bizda aloqa qilsa xursand bo'lamiz. Chunki haqiqatan Xitoyning Beijingdan kelgan 70-80 kishilik ministerlardan tashkil topgan cho'ng bir hay'at bizning bu faoliyatimizni ko'rdi. Biz Xitoy elchixonalarining oldida bir yerdan namoyishlarni qilyapmiz. Uning ahamiyati zo'r, ammo naq maydonda butun dunyoning 189 davlatining vakillari, xalqaro tashkilotlarning vakillari necha yuz va bo'libmi muhimi Xitoydan shundoq cho'ng bir o'mak kelgan vaqtimizda biditning oldida bu namoyishni qilishimizning ahamiyati va faoliyatni olib borishimizning ahamiyatini aytib muhim. Shuningga bu masalada bu yerda biroz vaqt qis, ammo shuni bildirib qo'yishni orzu qildim. Ko'pchilikni buning diqqat jiddiy bir muomala qilib qatnashib bersa xursand bo'lamiz. Rahmat Dolqun afandim, ataytan vaqtingizni chiqarib bergan atrofli ma'lumotingiz uchun aziz qarindoshlar. Bayi Dolqun Aysa afandim deb o'tdi. Bu oldimizda kelibdi. Ichiladigan, ya'ni 9 yildan keyin ichilayotgan, ya'ni Uyg'urlarning aytdi yaqindan bu yerda Uyg'urlarga yaqin munosabatli bir muhim bir yig'in, ya'ni 9 yildan keyin ichilayotgan, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotining irqiy ayirmachilikqa qarshi turish nimasi yig'ini. Bu yerda Xitoy o'zining jinoiy qilmishlarini yushirish uchun xuddi 9 yil burun o'xshash Bay Dolqun Aysa afandim deb o'tgandek, bu qitimmi yana dunyo jamoatchiligining ko'zini bo'yash uchun bu yerda cho'ng bir delegatsiya nima bilan o'mak bilan kelishga hozirlanib o'tibdi. Aziz qarindoshlar, shunga men bu yerda Dunyo Uyg'ur qultiyninki Rais Dolqun Aysa afandimninki bu chaqiriqqa bütün bo'lib Yevropada yashayotgan qarindoshlarimizningki buning qizg'in ovoz qo'shishini umid qilaman va 8-ayning 10 kuni soat 12 dan 4 kishi bo'ladigan bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining oldida Jenvada bo'ladigan bu namoyishga qarindoshlarimizningki jiddiy qarshini va imkoniyati bor qarindoshlarimizning bu namoyishga qatnashib o'zlarining milliy diniy vijdoniy burchini ado qilishini albatta umid qilamiz. Hurmatli qarindoshlar, shuni bilan bugungi bu suhbat programmamizni mishada oxirlashtirmoqchimiz. Kelar qatimli programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'ling. Xayr xo'sh.